avtobus boshdan satr sinov. O'zini 2010-yilda yashayman dedi. Lekin o'ziga aytib qo'ymaydi. Hozir 2025-yilga bo'lib qolsa, yuragi o'rib ketishadi. Hozir tezroqchi, normalniy kiyimlarni kiyib chiq, bugun o'tirish bor. Sharmanda qilmasin. Onu qiz chiroyli ekanmi? Gapoting. Yaxshi qiz, soatingiz necha bo'ldi? Yedirdim. Ash qizni nomeri bor, gaplashib ko'rasan. Bitta to'g'rimi? Ayt. 98 deydi. Alloy. Yaxshi qiz, stansiya bo'ladi. Ovqatda shahzodangizmi? Nomeringizni? Paynetdan. Sviyaz yaxshi emasmi? MTSda yaxshi bo'lmaydi-da. Kaskomda.